Mana shu videoda o'tkazib o'rmay turasiz. Hozir juda ham vazn narsa aytaman. Agar esingizda bo'lsa, bundan oldingi videoimda antibiotik haqida sizlarga gapirib o'tganman. Ayrim vrachlarga esa meni maslahatim antibiotik yozishdan oldin umumiy qon tahliliga qarang va aptekadagi dori sotadigan farmatsevtlarga ham meni katta iltimosim bor. Retseptsiz antibiotik sotmanglar. Dorini yonboshga yozib qo'ygan. Bu retsept bilan chiqariladi, retsept bilan sotiladi deydi. Siz esa qonunga qarshi ish qilyapsiz. Siz bez retsept sotyapsiz. Qonunga qarshi yurishlik bu jazo muqarrardir. Mana hozir hurmatli prezidentimiz mana shu haqida gapirib chiqdi. Eshitinglar. Xudoyor 2 oyda barcha tibbiyot muassasalari birinchi galda bolalar shifoxonalarida antibiotiklarni asosli qo'llash bo'yicha kompleks reviziya o'tkazsin va protokollarni amal qilmaganlarni jazolash bo'yicha taklif bersin. Sohibnazarov retseptli dorilarni noqonuniy sotganlik uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlasin. Dorilarni retseptsiz sotadigan bo'lsangiz, bu o'zi avvaldan bu qonun bor edi, lekin bilmadim hech kim bunga nima qilmasdi, qaramasdi. Endi xudo xolisa qaraladi. Bundan men juda ham xursandman. Endi antibiotiklar bez retsept sotilmaydi. Agar sotsangiz, siz uchun albatta jazo muqarrardir. Meni fikrimga qo'shiladigan hamkasblarim va boshqalar like bosinglar va aptekachilarga buni yuboringlar tezda. Ili antibiotikni sevib iste'mol qiladigan do'stingizga yuboring. Rahmat.